Italiyaning eng mashhur taomi pasta Toshkentning qayerida zo'r tayyorlanishini bilarmidinglar? Agarda siz bir xillikdan zerikib, noodatiy ta'mlarni his qilmoqchi bo'lsangiz, albatta pastaga kelishingiz kerak. Chunki bu yerda pastalarni buyurtmadan keyin svejiy tayyorlab berishadi. Qaymoqli deysizmi, sabzavotlimi, go'shtlimi, xullas didingizga mosini albatta bu yerdan topasiz. Eng muhimi ularni hammasini tabiiy mahsulotlar bilan tayyorlashadi. Pastalarni oddiy cho'ntak boblaridan tortib, eng premiumlarigacha bu yerdan topsangiz bo'ladi. Masalan, men Royal pastasiga buyurtma berdim. Mol go'shtini filesi hamda qaymoq bilan tayyorlangan bu pasta menga juda ham yoqdi. Pasta juda ham mayin, yumshoqqina, yeganda odam maza qiladi. Bu pasta eng qimmat pasta hisoblanadi va buni narxi 75 ming. Cho'nchakbob pastalar ham bor, masalan, Alfredo hamda Bolognese. Nafaqat pasta, qo'shib yeyish uchun sneklar, ichimliklar, salatlarga ham assortimenti juda ham katta ekan. Bu yerda o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish hamda dastavka ham yo'lga qo'yilgan. Pastaga kelishinglarni albatta tavsiya qilaman. Yaqinlar bilan kelsanglar, qulay kombo setlari ham bor. Joylari ham ozoda shinamgina. Qizlar, selfie zonasi ham bor ekan. Pasta ertalab 11 dan kechki 11 gacha ishlaydi. Toshkent bo'ylab ikkita filiali bor. Biz hozir Beruniydagi Alpomish muz saroyining shundoq yonidagi filialida bo'ldik. Hamyonbop pastalarni yo'qotib qo'ymaslik uchun videoni saqlantirib qo'ying.